Hörmetli radio anlıqçı dostlar. Anlavatqanыңlar Fransiya yazğıçısı Jules Verne'ning Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Yer şəhərini 80 gündə aylanish nomli əsəri. Fix fikir yurgizayotgan chaqda quloqni yarg'udek go'dik ovoz anglandi. Paraxot yetib kelishga ozliq qilgan edi. Top hammonlar, ma'dikorlar xuddi uvusi cho'lib ketgan hardek portga qarab oqdi. Ular yo'lovchilar orasida qistilishib, ularning kiyimlarini paskin qilib o'tdi. 10 necha qiyiq qirg'oqdan ayrilib, Mongoliya nomli paraxotga qarab mangdi. Birdandan keyin kishilar Mongoliya nomli paraxotning yo'g'on gavdasining kanalga asta kirayotganligini ko'rishdi. Dal soat 11da Mongoliya nomli paraxot portga kelib langar tashlab to'xtadi. Paraxotning turg'undan turim qop-qora iz ko'tarilib turadi. Paraxotda yo'lovchilar noit ko'p bo'lib, bir qismlari palobada turib atrofga qarab o'tadi. Xeli ko'p yo'lovchi paraxotga yaqinlashgan qiyiqqa chiqdi. Fekis butun zehni bilan qirg'oqqa chiqqan har bir yo'lovchiga maqtak tikildi. Bu chaqda bir yo'lovchi o'zini o'rab olgan madkorlarni ishtirib etib, Fekisning oldiga kelib, noit takalluf bilan konsulxonaning o'rnini so'radi. Ham bir pasportni chiqardi. Ko'rilishqa bo'ldiki, u Angliya konsulxonasini tepib, viza qo'ydirmoqchi edi. Fekis ixtiyorsiz pasportni elib, mondaqla varaqlab, to'yiqsiz xo'shalligidan sakrab atkili tasli qoldi. Aslida pasportdagi kishi dal u tutmoqchi bo'lgan odam ekan. Bu pasport sizning emas-ku? deb so'radi Fekis yilqi yo'lovchidan. Mening emas, xo'jayinimning. Xo'jayiningiz-chi? U paraxotda. Biroq viza bejirmoqchi bo'lsa, shu odam o'zi kelib Rossiya olganligini isbotlash kerak. Cho'qim shunda qilish kerakmi? Shundoq. Undaqda konsulxona qayerda? Oyada, maydonning yanida. Fekis 200 necha qadam yerdagi bir binoni ko'rsatib javob berdi. Men xo'jayinimni chaqirib chiqay. U hamishdan bizar bo'lgan kishi. Yeliq kishi so'zni tugitib, Fekisga qarab beshini lang'ishtib, ehtirom bildirgandan keyin ketib qoldi. Fekis portdan ayrilib, oldirash konsulxonaga qarab mangdi. Uning jiddiy talbiga asosan konsul uning bilan ko'rishdi. Konsul efendim, men burunli biz tutmoqchi bo'lgan kishining mushu paraxot ekanligini sezgan edim. dedi Fekis maqsadini aniqlik qilib. Fekis yeliq xizmatkor va pasportning ishini konsulga so'zlab berdi. Bo'ladi, Fekis efendim. U ablaqning badbashir chiroyini ko'rib boqim kelayotdi. Biroq u sizning tasavvuringizdagidek kishi bo'lsa, konsulxonaga kamirishga mumkin. O'g'ri iz qoldirib qo'yishni hargiz xohlamaydi. Yana kelib, yo'lovchilarning pasportiga viza bejirish hozir ancha zarur rasmiyat emas. Konsul efendim, navoda bu kishi ko'pchilikning o'ylaganidek shundoq yomon kishi bo'lsa, chuqum keladi. Viza rasmiyatini bejarganmi? Shundoq, pasport azaldan oliyjanob kishilarning vaqtini oladigan, ammo yomon niyatli odamlar oson qochib ketadigan narsa bo'lib kelyapti. Shundoq deyalaymanki, uning pasportida masala yo'q. Men sizdan Fokka viza bejarib bermasligingizni Nimishqa? Pasporti masala bo'lmasa, mening viza bejirishni rad qilish huquqim yo'q. dedi konsul qo'llarini harakatlantirib amalsizligini ifodalab. Chunki bu kishini Londondan qo'lga olish buyruq kelguncha bu yerda tutib turishim kerak. Shundaqmi? Bu sizning ishingiz, Fekis efendim. Men buni qilolmayman. Konsulning gapi tugamayla birining ish chekkanligi anglandi. Orqadan 2 kishi kirib keldi. Ularning biri Fekisdan konsulxonani so'rgan yeliq xizmatkor edi. Xo'jayin pasportini chiqardi. Ham oddiylik qilib konsuldan viza qo'yib berishni o'tindi. Konsul pasportni elib inchki ko'zatishga boshladi. Ishxonaning bir bonada o'ltirgan Fekis bo'lsa, bu notanish kishiga mixdek tikilgan edi. Konsul pasportni ko'rib bo'lgandan keyin so'radi. Siz Feliya Fogapandi bo'lamsiz? Shundoq efendim. Bu sizning xizmatkoringizmi? Shundoq. Bu fransiyalik. İsmi Master. Siz Londondan keldingizmi? Shundoq efendim. Siz qayerga bormoqchi? Bombayga. Ha, efendim, bilamsizkan. Bu xil viza rasmiyatining hozir hech qanday roli qolmadi. Pasportingizni chiqarishingizni talab qilmaymiz.
Bilman konsul janoblari. Men vizangiz orqali o'zimning Suvayshdan o'tganligimni isbotlamoqchi. Ha, bo'ladi efendim. Konsul pasport ustiga imzosini qo'yib, teslasini yozdi. Ondan tamoqsini bosdi. Fog efendim viza haqini to'lagandan keyin konsulga ehtirom bildirib, xizmatkorini elib chiqib ketdi. Qandoq? Qaramoqqa bu durust odamdek qildi. Balkim. Biroq masalaning tugini bu yerda emas. Konsul efendim, siz o'zini tutib olgan bu arbobning sirtqi aloyliklarining heliqi o'g'ir bilan tamoman o'xshashadiganligini bayqadingizmi? Bu gapingizga qo'shilaman. Biroq sizga ma'lum, borliq qiyofat. Men buni aniqlayman. Meningcha uning xizmatkori bilan chiqishmoq ancha qiyinda qilmaydi. Qarg'anda qo'rsug'ida gap yotmaydigandek qiladi. Keyin ko'rishaylik, konsul janoblari. Razvedkichi so'zni tugitib sirtqa chiqdi-da, masterni izlab mangdi. Bu chaqda Fog efendim konsulxonadan chiqib, pristonga qarab manga edi. U masterga bir muncha ishlarni chekirgandan keyin qiyiqqa o'tirib paraxodga qaytdi. Ham bo'limisiga kirib xotirasini chiqardi-da, tovandikilarni yozdi. 2 oktyabr, chorshanba. Tushdan keyin soat 8dan 45 minut o'tganda Londondan ayrildik. 3 oktyabr, payshanba. Tushdan burun soat 7dan 20da Parijga yetib keldik. Tushdan burun soat 8dan 40 minut o'tganda Parijdan ayrildik. 4 oktyabr. Tushdan burun soat 6dan 35 minut o'tganda Sidney tig'idan o'tib Toringa yetib keldik. 7dan 20 minut o'tganda Torindan ayrildik. 5 oktyabr, shanba. Tushdan keyin soat 4da Brindisiga yetib keldik. Tushdan keyin soat 5da Mongoliya nomli paraxodga chiqdik. 9 oktyabr, chorshanba. Tushdan burun soat 11da Suvayshga yetib keldik. Jami ketgan vaqt 158 soat 30 minut, ya'ni 6,5 kun. Fog efendim bu safar xotirasini Easton ayrilgan bir xotirga yozdi. Xotirga 2 oktyabrdan toki 21 dekabrgacha bo'lgan oy, kun, hafta berishga tegishli asosli shaharlar, ya'ni Parij, Brindisi, Suvaysh, Bombay, Kalkutta, Singapur, Shanghai, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, London qatorliq joylarning vaqti ham amaliy yetib borgan chislasi belgi qilingan edi. Mushundaq bo'lganda safardagi har bir shaharga yetib borgan vaqtning ilgari keyinligini bilib turg'ili bo'ladi. Xotirga bir qarabla hammani tushungili bo'ladi. Shundaqla Fog efendim o'zining baldur kelganligi yoki kechikib qolganligini bilib tura oladi. Shu kuni 9 oktyabr, chorshanba. U Suvayshga yetib kelganligini belgi qilib qo'ydi. Bu vaqt uning mo'ljari bilan o'pma o'xshash bo'lib, kechikib qolmagan ham baldirmi ketmagan edi. U xotirasini yezib bo'lgandan keyin paraxod bo'lmasida tushlik tomoq yedi. Shahar manzarasini tomosha qilishga kelsak, Fog efendim buni xiyolmi qilmagan bo'lib, o'z xizmatkorini o'zi uchun borgan shaharlarni sayohat qilishga qoldirgan angliyalik edi. Razvedkichi Fix ko'p oyal bo'lmayla pristondan masterni topdi. Xizmatkor bu yerga hamma narsani ko'rib boqsa bodak, uyoq-buyoq menib yuradi. Hey do'stim, vizini bejirib oldingizmi? Dedi Fix oldiga qarab menib. Ha, bu sizmidingiz efendim. Ko'ngil bilginingizga rahmat. Biz tamamen qoida bo'yicha ish qildik. Bu yerda sayohat qilib o'tamsiz. Shundaq. Afsus, biz bekla tez menib ketdik. Men tush ko'rgandek bo'laman. Biz rostla Suvaysh keldikmi? Shundoq, bu yer Suvaysh. Misrga yetib keldikmi? To'g'ri, siz hozir Misrda turyapsiz. Demak, Afrikaga ketdimizda. Shundoq, Afrikaga ketdimizda. Ishongim kelmayotdi. Bilams efendim, men Angliyaga borsaqmi Parijni o'tmaymiz deb o'ylagan edim. Lekin shundoq bir mashhur poytaxtni faqat atdigan soat 7dan 20 minut o'tgandan boshlab 8dan 40 minut o'tkichi bo'lgan vaqtda shimoliy bekatdan keyingi bekatga borguncha Paytonning deristonini ko'ra oldim. Tex sirti yomg'ir yog'otdi. Bakla afsus. Mening asli Lachays qabristonligi bilan Champs Élysées ko'chasidagi serikni ko'rib olgan edi. Hay. Siz nimaga buncha oldirdingiz? Men oldirmayman, balki xo'jayinim oldiryapti.
To'g'ri, men bir paypaqam ko'nglak setib olib kelay. Biz yo'lga chiqqanda yuk taqolmay, faqat bir safar xaltasini elib olgan. Sizni bir bozorga boshlab baray. U yerda hammani topqili bo'ldi. Efendim, siz bekli yaxshi odam ekansiz. İkisi so'zlashgach yo'lga chiqdi. Masterning og'zi yo'l bo'yi besiqmadi. Bo'libmi, men ehtiyot qilishim kerak. Paraxodga kechib qolsam hargiz bo'lmaydi. Ulguralaysiz. Soat endi 12 bo'ldi. Master qo'ynidan soatni chiqardi. Soat 12 bo'ldi. Hozir soat 9:52 minut o'tibdi. Soatingiz ost ekan. Mening soatimni ost odamsiz? Bu buvamda qolgan soat. Noyki to'g'ri mangdi. Men buning nima ekanligini bilaman. Sizning soatingiz London vaqtiga to'g'rilangan. Süveyş vaqtidan 2 soatga yaqin keynida. Siz yangi o'ringa borganda soatning vaqtini to'g'rilab turishingiz kerak. Nima? Siz soatni chuvang demoqchimi? Hargiz bo'lmaydi. Undaqda soatingizning vaqti quyoshning chiqish, o'ltirish vaqti bilan mos kelmaydi. Quyoshning qandoqligi bilan karim yo'q efendim. Xatolik sodir qilayotgani quyosh. Gapingizcha sizlar aldirash tinash Londondan ayrilibsizlar-da. Meningcha shundoq. Oldingi chorshanba kech soat 8 da Fog efendim qoidasini buzib, isloh klubidan baldir qaytib keldi. 45 minutdan keyin biz yo'lga chiqdik. Xo'jayiningiz qayerga bormoqchi ekan? Davomli sharqqa bormoqchi. U yer sharini o'ylamoqchi. Yer sharini o'ynab sayohat qilmoqchi? Shundoq. U 80 kun ichida yer sharini o'ynab chiqamiz deydi. O'zining deyishicha u do'l tikishibdi, ammo men ozroqmi ishonmadim. Bu ish rostlansa g'alita. Bu odam g'alit ekan. Meningcha shundoq. Fog efendimning puli jiqmi? Shundoq. U nurg'un naq pul elib oldi. Hammasi degidek yeng pullar. U yo'l bo'yi sexiylik qilib mangdi. O yana Mongoliya nomli paraxodning kapitaniga navoda paraxod Bombayga muddatdan burun yetib qolsa, uning mukofot berganligini aytdi. Siz xo'jayiningiz bilan burili tunishamdingiz. Men qandoq desam bo'lar, biz Londondan ayrilgan kuni uning uyiga xizmatga tushgan, dedi Master. Masterning gap so'zlarining Fexning ziyoda sezgirlashib ketgan kallasida qandoq o'nim ko'rsatayotganligini ko'pchilik qiynalmayla his qila oladi. Delo yuz berib uzoq bo'lmayla Londondan jimjit ketish, nurg'un pul elib olish, imkon bor tezroq Iroqqa berib olish, qamlashmaga do'd tikish qatorliqlarning hammasi isbotlandi. Shundaqla Fexning qiyosining to'g'riliqimi dalillandi. O yana bu fransiyalik yigitni ko'proq gapga solganda Fog to'g'riliq texmi inchkilab yipuchiga erishgili. Fogning Londondagi tanna turmushining sirni belgili. Uning puldorligini, ammo bu pullarning qayerdan kelganligini tushungeli. Uning sirni yashkilib bo'ldiganligiga cho'nqur ishondi. Shuning bilan birga Fekis yana uning Süveyshda turib qolmaydiganligini, balki Bombayga bordiganligiga rasmiy ishondi. Efendim, Bombay yiroqmi? Shundoq, bek yiroq. Paraxod bilan 10 kun mangsiz. Siz da'vatgan Bombay zodi qayerda? Hindistonda. Osiyodami? Albatta. Ma ishni ko'ring. Sizga bir ishni aytay. Bir ish meni ta hozirgacha qiynab kelmoqda. U bo'lsa shu gaz. Gazga nima bo'pti? Men gaz o'choqni etib o'tishni unutib qolibman. Bekorga kelgan gaz mening hisobimga yozildi. Hisoblab ko'rsam, bir sotkada mening 2 shilling pulim kuyib tugar ekan. Kundalik kirimimdanmi 6 penni ko'pkan. Şunu bu sefer bir gün uzak olsa, tağını özünüz bilisiz. Fex, Masterning gaz to'g'riliq deganlarini tushundimi yo'q? Onunğa bir nim demektes. Shiqilib, o Masterning gapiga quloq solmadi. Hozir u qanday qilsa yaxshi bo'lganligini o'ylab o'tdi. Bu chaqda fransiyalik yigit bilan ikkisi bozorga yetib keldi. U nars keraklarni Masterning o'zi setib olishni aytib, ham paraxodga kechikib qolmaslikni jekilab, o'zi aldirash konsulxonaga qarab yo'l oldi. Fex ko'ngliga bir ishni pukkandan keyin burunqidek normal holatiga qaytdi. Janoblari, men hozir gumon qilmayman. Men tutmoqchi bo'lgan odamni topdim. U g'alit qiyofat kirib olib 80 kunda yer sharini aylaman deb yuribdi. Bu gapcha o bir yelgar odammi? O'zicha Yevropa Amerika soqchilarini aldab, oxiri yana Londonga qaytib kelmoqchi ekanda. Cho'qim shundoq. Siz xatolashib qolmaysiz. Hargiz xatolashmayman. Undaqda bu o'g'ri nemishqa viz rasmiyati orqali o'zining Süveyshni o'tganligini isbotlamoqchi bo'ldi. Nemishqa? Men buning nima uchunligini bir oz bilmayman. Konsul janoblari, gapimga quloq soling, dedi Fex javob berib. Fex qisqa qilib Fogning xizmatkori o'tirsida bo'lgan suhbatning muhim mazmunini konsulga aytib berdi. Ras,
Hamma alomat bu kishining masala borligini tushuntirib beradi ekan. Siz zada qanday qilmoqchi? Hozirla Londonga bir parcha telegramma yo'llab, mening Fogni qo'lga olishim uchun Bombayga tutish buyrug'i avatishni talab qilaman. Men Mongoliya nomli paraxodga o'ltirib, bu o'g'rining iziga tushib Hindistonga boraman. U Angliya qarashliq. U yerga borganda men uning oldiga oldirmay berib, bir qo'limda uning mo'risini tutib turib, bir qo'limda tutish buyrug'ini ko'rsataman. Razvedkachi bu gaplarni astoydinlik bilan dedi. U gapini tugatgandan keyin konsul bilan xo'shlashib, telegramma idorasiga qarab mandi. U bu yerdan London saqchi idorasining boshlig'iga qaratib, biz boshda xabardor bo'lgan telegramni yo'lladi. Chorak vaqtdan keyin Fix yuk taqlarini tezla yig'ishtirib, yetarli puli elib, Mongoliya nomli paraxodga chiqdi. Ayol qolmayla bu tez yurar paraxod eng yuqori tezlik bilan Qizil dengizda yurib ketdi. Süveyş'ten Adam portağıca 13.100 dengiz mili arlık ba. Şarkı Hindistan paraxod şirketining belgilemesiga asosan 138 saat içinde bu musafirni tamamlash kerak. Mongoliya nomli paraxod suratini oshirg'ashqa nishonga muddatdan burun yetib borganda qiladi. Berindisidan paraxodga chiqqan yo'lovchilarning ko'pinchisi Hindistonga boradi. Ba'zilari Bombayga borsa, ba'zilari Kalkuttaga boradi. Shundaqdimi yanla Bombaydan o'tadi. Chunki endi yerim orolni to'g'risiga kesib o'tadigan temir yo'l barliq kelgandan buyon Selan dengiz tomchiqini aylanib o'tishning hojati qolmagan edi. Paraxodki yo'lovchilarning ichida Angliya muntazam qismining ba'zi generallari ham Hindiston askarlariga qo'mondonlik qilgan ish haqqi nihoyat yuqori bir qism ofitserlar bor edi. Gerçi hozir Angliya hukumati allaqachon ilgirki Sharqiy Hindiston shirkatining huquq va mas'uliyatini o'tkazib olgan bo'lsa-mu, ahvol yanada shunday edi. Masalan, starchi leytenant 7,000 franik, brigada generali 60,000 franik, general mayor 100,000 franik ish haqqi oladi. Qolgan yo'lovchilarning ba'zilari mulkiy amaldorlar va zo'r miqdorda pul elib chet elga berib savdo qilgan angliyalik yosh savdogarlar edi. Paraxodning zapxozi paraxod shirkatining ishonchli odami bo'lib, kapitan bilan tang darajada turadi. U noyta hashamatli qizonlatdi. Atiganlik soat 2dagi tushlik tomoq va yoki soat 5:30dagi kechlik tomoq bo'lsin, ham shundaqla soat 8dagi kechilik tomoq bo'lsin, tomoq cho'zisi taqsa yangi pishirilgan go'sht va har xil qo'rimlar bilan to'lib ketadi. Bularning hammasi kiyimidagi go'sht pishiqlash o'rni bilan yemeklik ta'minlash o'rnidan keltiriladi. Paraxodga bir necha ayol yo'lovchi bir kunda 2 qitim kiyim almashtiradi. Har qitim dengiz shamoli tinjiganda paraxodda muzika o'rinlanadi. Kishilar palovida larzon usulga tushadi. Albuki Qizil dengizning havo klimati barliq tor uzun dengiz qo'ltiqlariga o'xshash turaqsiz edi. Doim tuyuqsiz bo'ron chiqib, to'lqin ko'tariladi. Bo'ron mayli Osiyo qirg'idan yoki Afrika qirg'idan chiqsin, u burmismon pillerliq moksimon tez paraxod shamolning kuchida irg'anlab ketadi. Bu vaqtda ayol yo'lovchilar paraxodning bo'limiga kirib ketadi. Muzika ham tansa tamoman to'xtaydi. Ammo kishilarning ansirchi behojat. Bo'ron har qancha kuchli bo'lsa-mu, Mongoliya nomli paraxod kuchli motorning kuchida davomli olg'a ketaverdi. Bu chog'larda Fogapandim nima qiladi? Balkim ko'pchilik uni titildab, shamol yo'linishining o'zgarib, paraxodning yurishiga foydasiz bo'lishidan, motordan qochilib chiqishidan, hatto Mongoliya nomli paraxodning bir portda majburiy to'xtab qolib, safarga ta'sir yetkazishidan ansirib o'ltirilmay qoldi deb o'ylashi mumkin. Ammo bu mo'tavar hargiz unda qilmadi. Balkim bu amallarni o'ylagan bo'lishi ehtimol. Ammo u sirqiy qiyofatidan ozroqmi bilindirmadi. Fogapandim ilgirgideklar umidvor, tamkin bo'lib, isloh klubining tavramas irodalik a'zosi ekanligi chiqib turdi. U har qanday kelishmaslik va peshkanlikdan g'urqib qolmaydi. Bayni paraxoddagi nozik uskunlarga o'xshash qilchilik hayajonlanmaydi. Kishilar palobida uni noiti oz uchirtadi. Fogapandim insonlarning ilgirgi tarixida nurg'un ishlarning shohidi bo'lgan bu Qizil dengizni tomosha qilishga qiziqmaydi. Qirg'oqdagi manzarasi suratdagi shaharlarga nazarni solmaydi. Hatto bu Qizil dengizda yuz berish ehtimoliga bo'lgan xatarni xayoliga keltirmaydi.
Qadimki tarixshunoslarmi bu dengiz qo'ltiqi to'g'risida to'xtalganda, yo'lbosning eti chiqsa, zuvoni o'chibdi degandek shuk bo'lib qilishadi. Dengizchilarmi Qizil dengiz qo'ltiqiga kirishga hargiz jur'at qilolmaydi. Ondaqda Fog apandim paraxot bölmesiga bekinib olib, zodi nima qilyotdi? Oldi bilan u tamoqini vaqtida yeydi. Uxlashdan boshqa vaqtlarda kart o'ynaydi. Shundoq, u allaqachon kart o'ynaydigan hamroh tepib olgan edi. Ularning biri Guag'i yangidan vazifaga tayinlangan bosh ishlari amaldori. Yana biri Benalista turishliq Angliya armiyasining brigada komandiri edi. Bu kishilarning kart xomari Fogdan qilishmaydi. Mahartimi bir-biridan qaltisi edi. Xizmatkorga kelsak, u mu paraxotning oliy darajalik bo'limida bo'lib, Fogga o'xshashlar tamoqini vaqtida yeydi. Rostini deganda, bundoq sayohatdan u xushal bo'lmay qolmaydi. U yaxshi yeb, yaxshi orom olib, manzarlardan qong'uchi tomosha qilib olishning ko'ngliga pukdi. Yana kelib, ko'nglida bu g'ayriy safarning Bombayda oyoqlashganligiga ishonadi. Suvayishdan ayrilgan kunining ertasi 10 oktyabr u palobda Fix bilan uchrashib qoldi-da, uzun yillik ko'n do'stini topgandek nihoyat xushal bo'lib ketdi. Meningcha, odamni xato tunimidim. Suvayishda menga xo'shalik bilan yordam qilgan kishi sizga deyman. To'g'ri, meni unutib qolmabsiz. Siz yiliqi g'alati angliyalik apandimning xizmatkori-ku? Shunday apandim. Sizni nima deb atayman? Fix deb chaqirsangiz bo'ldi. Fix apandim. Mongoliya nomli paraxotda sizni uchratganimdan to'liq xushalman. Siz qayerga borsiz? Sizga o'xshash Bombayga boraman. Ha, bek yaxshi bo'ldi. Siz ilgari u yerga berib boqqanmi? Men Sharq Hindiston shirkatining vakili, shunga doim boraman. Ha, ondaqda siz Hindistonni pishiq bildigansizda. Ha, shundoq. Dedi Fix tilni chaynab. U bu to'g'riliq ishqirlab so'zlashni xohlamaydi. Hindiston qandaqroq yerdi? Nihoyat ko'ngillik yer. U yerda har xil qurilish san'ati bor, hayvatlik binolar, chor yo'lboslar, yana usulga mohir hindi qizlar bor. Men sizning yaxshi bir o'ynab ketishingizni umid qilaman. Ha, vaqt yarbasli shunda qilgan ba. Fix apandim. Afsus, kallasi sapsaq bir kishi paraxotdan tushib, poyezdga almishib, orqadan yana poyezddan tushib paraxotga chiqmaydi. Yana texi 80 kun ichida yer sharini bir qaytam aylanib chiqmoqchi. U bir kunmi to'xtab qolishni xohlamaydi. Men bu qaytimqi sayohatimizning Bombayda oyoqlashini bakma umid qilaman. Fog apandim, yaqinda buyon qandaqroq? Deb so'radi Fix nihoyat tabiiy yo'sinda. Nihoyat yaxshi Fix apandim. Menmi yaxshi. Mening ishtoyim ichilib bag'ansir och bo'rdek bo'lib qolayotiman. Bu dengizning havosi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Ammo men nimishqa xo'jayiningizning palobiga chiqqanligini ko'rmayman. Deb so'radi Fix fursatdan ustulik bilan foydalanib. Fog apandim palobiga chiqmaydi. U azaldan varangchorongni yoqtirmaydigan kishi. Master apandim, xo'jayiningiz 80 kunda yer sharini oylin safarga chiqqan bo'lib olib, ko'ngliga boshqa biror maxfiy burchni pukkan bo'lmag'iydi, ha? Masalan, diplomatiya burchi degandek. Kim biladi? Mening uningda qilchilikmi xabarim yo'q. Belgimmi yo'q. Shu kundan boshlab Fix bilan Master ikkisi doimdagidek uchrashib turdi. Fix yana doim uni pivo ichishga taklif qiladi. Fix zo'r bo'lganda uningdan foydalanish uchun amalni barcha xizmatkorga yiqilishadi. Shunga Fix doim Masterni Mongoliya nomli paraxotning qavoqxonasiga taklif qilib, viski, pivo ichib turdi. Sodi yigit ortiqcha takalluf qilmay, ishchivadi ham Fixni taklif qilib, odamgarchilik qarzni ado qilib turdi. Onun ustiga Fix onunga durust odamdek ko'rindi. Bu chaqda Mongoliya nomli paraxot tez surat bilan olg'a qarab ketayotdi. oktyabr kishilar Muqa shahrini ko'rdi. Bu shaharning to'rt atrofidagi sepili allaqachon o'rilib ketgan bo'lib, xarobalik ichida bir nechta tut daraxt qad ko'tarib turadi. Yiroqdagi tog'lar orasida qahva ekinzorligi ko'zga chiliqatdi. Master oldidagi shaharga qarab, ixtiyorsiz ro'y kayfiyati ko'tarilib qolgandek bo'ldi. Shu kun kechasi paraxot mandab bo'g'izni kesib o'tib, 14 oktyabr atdiganda Aden qo'ltiqining g'arbiy shimolidagi tumshuqida langar tashildi. Bu yerda ko'mir qachinlatdi. Ko'mirni yiroq yerdan yo'tkab akilib, paraxotlarni ta'minlash nihoyat mushkul ish edi. Faqat Sharqiy Hindiston shirkatining yillik ko'mir xarajatila 800 ming fond sterling bo'ladi.
Shundaqla hamma portda ko'mir saqlash nuqtasi ta'sis qilish zarur bo'ladi. Ko'mirni dengiz yoqasiga yo'tkab kelishda har tonnasiga 80 frank xarajat ketadi. Mongoliya nomli paraxodning Bombayga berishiga yana 1650 dengiz mili musofa bo'lib, paraxod bu yerda ko'mir qochirish uchun taxminan 4 soat to'xtaydi. Biroq bu Phileas Fogg apandimning planiga qilchilik ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki bularning hammasi plan ichidagi ishlar hisoblanadi. Uningdan boshqa Mongoliya nomli paraxod asli plan bo'yicha 15 oktyabr kuni Adan qo'ltig'iga keladi. Biroq muddatdan bir kun burun yetib keldi. Demak, 15 soat vaqt tejilib qolgan edi. Fogg apandim xizmatkori bilan qirg'oqqa chiqdi. U bu 4 soat vaqtdan foydalanib pasportning viza rasmiyatini bajarmoqchi edi. Fix Fogg apandimning qirg'oqqa chiqqanligini ko'rib, darhol to'ydirmasdan iziga tushdi. Biroq hech nimaga erishamadi. Fogg apandim pasport rasmiyatini tugatib, paraxod bo'lmasiga qaytib kartini o'ynayverdi. Adan kichik shahar bo'lib, taxminan 25 ming nufusi bor edi. Asosliqi Somalilar, Bani Anlar, Farislar, Yahudilar, Arablar va Yevropaliklardan tashkil topgan. Master odati bo'yicha shahar ichida bir aqur aylanib chiqdi. Bu shaharni Hindiy okeanidagi Gibraltarga aylantirgan muhim qo'rinlarni ko'zdan kechirdi. Yana moyirlik bilan yasalgan suv saqlash ko'lchikidan huzurlandi. Angliyalik injenerlar 2000 yildan keyin Somolon sulolasi davridagi ustikorlarga varislik qilib, bu suv saqlash ko'lchigini davomli xizmat qildiryotdi. Master bu ko'rinishlardan qattiq hayajonlandi. U paraxodga qaytib borgandimi o'z-o'ziga nima degan paysi? Yeniliklarni bilish uchun sayohat qilish eng unumli usulkan dedi. Soat 6da Mongoliya nomli paraxodning piropillari Adan qo'ltig'ining suyini davolg'itib, noiti tezlik qo'zg'aldida Adan portidan ayrilib, Hindiy okeanga kirdi. Paraxod plan bo'yicha Adan qo'ltig'idan Bombaygacha bo'lgan musofani 168 soatda besib bo'ladi. Har nim bo'lsa Hindiy okean yuzi teplanish bo'lib, dengiz yurishiga qulaylik edi. Hozir g'arbiy shimol shamoli chiqayotgan bo'g'ashqa paraxod yelkanlarini kerib, olg'a qarab tezlik bilan yurib ketdi. Yaxshi yeri paraxod shamol yo'linishi bo'yicha mang'ashqa bak irg'anshimaydi. Ayol yo'lovchilar ko'zining yig'ini yugdak yasinib, palobaga chiqishdi. Kishilar naqshi aytishib, qaytadan shadxo'ramlik chumdi. Safar noiti o'ngishliq ham ko'ngillik tamomlanadi. Masterning tani o'ng kelib, tekisga yo'l qilganlikdan intayin xushal edi. Oktyabr yakshanba kuni tush mezgillarida Hindiston dengiz qirg'og'i havo ko'rinishga boshladi. 2 soatdan keyin dengizda yo'l boshlovchi xodim kemaga chiqdi. Uzoq o'tmay Bombay shahrining sirtidagi rat-rat daraxtlar aniq ko'rindi. Mongoliya nomli paraxod asta-asta Uraba arli, Salsit arli, Qo'f arli va Til arli o'rab turgan qo'ltiqqa kirdi. Ko'k yarimda Bombay portiga yetib keldi. Yana Fogg apandim bu kuni 33 pol kart o'ynab, o'lishga turdi. Shunday qilib, bu bo'lak safar ko'ngilli
1756 yili mashhur Sharqiy Hindiston shirkati mislsiz kuchayga edi. U bara-bara nurg'un o'lkani qo'shib olib, Hindistondagi yerlik xoqonlarning qo'ldagi zoyumni noiti oz naqlashtirdi. yoki mutlaq naqlashtirib bermagan zoyumni yerlik xoqonlarning qo'lidan sotqizvatdi. Bu shirkat yana butun Hindistondagi bosh vali mahkamasi va uning barliq amaldorlarini vazifaga tayinlaydi. Ammo hozir bu shirkat mavjud emas. Angliyaning Hindistondagi kontrollik huquqi bevosita xon jamiyatiga qaraydi. Bugungi kunda yarim orolning qiyofati, o'rib-odati, qabilalar to'qinishi kunsiri o'zgarmoqda. İlgari kishilar Hindistonni sayohat qilmoqchi bo'lsa, turli qadimiy usullarni, ya'ni piyoda minish, ot minish, xoltak yoki ikki chaqli qarvoqqa o'ldirish, taxtiravon, boshqalarga opash bo'lish yoki kichik paytonga o'ldirish qatorliq shakllarni tanlaydi. Mana endi parkimsi Indi daryosi, Gangi daryosida uchqandek maqmoqda. Hindistonni texi to'g'risiga kesib o'tadigan temir yo'lmi bor. Temir yo'lni bo'ylab yana bir muncha tarmoq temir yo'lni yasalgan. Bombaydan Kolkataga berishga faqat 3 kunlik ketadi. Bu temir yo'l Hindistonni qop belidan kesib o'tmaydi. Uning tuz arliqi faqat 1000 dan 1100 ingliz mili atrofida bo'lib, poyezd normal suratda mangsa 3 kunga qolmayla butun musofani besib bo'ldi. Biroq bu temir yo'l liniyasi yarim orolning shimolidagi bo'lgigacha so'zilg'achqa oz bo'lgandimi 3 dan 1 qism musofa uzartilgan. Hamdi Hindiston yarim orol temir yo'lidagi cho'ng bekatlar bilan tanishib olaylik. Poyezd Bombaydan yo'lga chiqib, Salis orolini kesib o'tib, Panohning o'doldagi quruqlikka kirdi. Arqadan g'arbiy Katis tog' tizmasini kesib o'tib, sharq-shimol tarafga qarab o'dol minib, Burhanpurga bordi. Davomli manganda asosiy jihatdan mustaqil Bundelka zamindan o'tib, bu yerning shimoliy bo'lgiga bordi. Ondan sharqqa burilib, Binarista Gangi daryosi bilan kesishdi. Orqadan sharqqa janubga qarab yurib, Chandirna Gordan o'tib, oxirida Kalkutaga berib to'xtaydi. Mongoliya nomli paraxotdagi yo'lovchilar tushdan keyin soat 4:30da Bombayda paraxotdan tushdi. Kalkutaga mangadigan paraxot soat 8da yo'lga chiqadi. Foga pandim hamrohlar bilan xo'shlashgandan keyin qirg'oqqa chiqdi. U xizmatkorga biroz nas kerak setib olishni ham soat 8dan burun qaytib kelishni jikeladi. Ondan o'zi yana pasport rasmiyati bijirgilamadi. Bombay haqiqatan go'zal shahar edi. Afsus, hashamatlik shahar ma'muriy binosi bo'lsin yoki chiroyli kutubxona, qal'a, priston, paxta bozori, qaralik bozor, Malabar teg'idagi ko'p qirliq monar bilan bezalgan hashamatli qurilishlar bo'lamdi. Qisqasi, Fogapandim hech qaysiga nazar selib qo'yishni o'ylamaydi. U pil teg'idagi mashhur sayohat nuqtalarini ko'rib yiqishni xohlamaydi. Bombay qo'ltiqining sharqi janubiga yoshiringan sirliq yer osti qabrlarni ko'rgilmi bo'lmaydi. Hatta Salis orolidagi haybatli qurilishi bo'lgan tosh o'nkirlarni ko'rishni xohlamaydi. Hatta qarabmi qo'ymaydi. Feliya Fogapandim Odul konsulxonaga kelib viza bejirdi. Ondan poyezd stansiyasiga keldi ham bu yerda tamoq yedi. U oshpaz ustamning talabi bo'yicha bu yerning alaydi yerlik mahsuloti oq uzum marqi bilan pishirilgan to'shqon go'shtini tetib boqmoqchi bo'lib buyurdi. U turli tetutqularni har qancha qo'ssimi bu g'izani zodli yemayotdi. Shuning bilan u oshpaz ustamni chaqirdi. "Ustam, bu to'shqon go'shtimi?" dedi u oshpazga tikilib qarab turib. "Shundaq apandam, o'rmonliqdagi toshqon", dedi oshpaz bizonlik bilan yechib. "Sizlar uni bo'g'izlaganda u miyav qilib miyangshimagandi." "U shundaq miyangshidi, apandam. Bu rostali toshqon go'shti sizga qasam qilib beray." "Oshpaz ustam, bo'ldi qasam qilmang. Ammo shu esingizda bo'lsin, mushuk Hindistonda azaldan qadrlanib kelgan. U chog'lar toza oltindek davrlar edi." "Mushukning oltin davrimi, apandam?" "Balkim yo'lovchilarga oltin davr bo'lsa kerak." Fog apandim so'zni tugitib tomoqini yeyavadi. Fog paraxotdan tushib uzoq o'tmayla Feksmi paraxotdan tushdi. U qirg'oqqa chiqibla Bombay soqchi idorasiga keldida soqchi boshlig'ini tepib o'z maqsadini aytdi.
Feks Londondan texi qo'lga elish buyrug'i kelmaganligini bilgandan keyin Bombay soqchi idorasidan bir qo'lga elish buyrug'i chiqarib berishni umid qildi. Biroq soqchi boshlig'i rad qildi. Chunki faqat London soqchi idorasining shundoq huquqi bor edi. Feks amal qilmadi. Qaraganda qo'lga elish buyrug'ini sabrchanlik bilan kutmaymi bo'lmaydi. Biroq Master Filia Fogg apandimning paraxotdan ayrilgan chog'da topilgan gap so'zlardan Bombayning Suesh bilan Parijga o'xshashla o'tkinchi bekat ekanligini, hech bo'lmaganda Kalkuttagacha, hatto texmo yiroqqa bordiganligidan xabar topdi. Shunga u xiyolga patdi. Fogg apandim tikishgan qimirga rostilla astoydil muomala qilyotgandi qandoq. Aslida u xotirjam turmush kechiraman deb o'ylagan edi. Taqdir rastilla uni 80 kunda yer sharini o'ynab kelishga o'rinlashtırdimi? Master bir necha kiyim va paypoq setib olgandan keyin vaqtning texi boldirligini bilib, Bombay ko'chalarini o'ynashga boshladi. Ko'chaning hamma yeri qisqa-qistonchilik bo'lib, Yevropaliklar, ushliq shilapa kiygan parislar, uzun yang kiyim kiygan armanlar, qatorliq har davlatning odamlari bor edi. Bugun dal parislarning bayrami bo'lib, ular ko'chalarga chiqib ko'ngil ichish faoliyatini o'tkazayotdi. Zaribdan tikilgan olrang shoyi ortib olgan laban qizlar doqidunboqning ritmiga agishib usul o'ynaydi. O'ynagan usuli shunchalik larzon, nafis, chiroyli edi. Master yo'l bo'yi parislarning bayramini ko'rgach, poyezd stansiyasiga qarab mangdi. U Malabar teg'idan o'tib, chiroyli bir qurilishni ko'rdi-da, yaqin berib tomosha qilib boqis keldi. Onun bu o'zbeshimchiligi xo'jayinining planini buzib o'tishga qilli qoldi. 8 ga 5 minut vaqt qoldi. Poyezd hozirlik qo'zg'aladi. Xizmatkor yalong oyoq, yalong boshdoq poyezd vokzaliga yugurdi. Boyi setib olgan askarlarmi oldirashchilikda yutib ketdi. Feks bekatib turadi. U Fogg apandimga agishib poyezd bekatiga keldi. U jinoyatchining hozirlab Bombaydan ketmoqchi bo'lganligini tushundi. Shuning bilan darhol Foggga agishib Kalkuttaga berishni qaror qildi. Shundaqla u buningdami yiroq yerga so'ndishib bormoqchi bo'ldi. Master Feksni ko'rmadi. Chunki Feks o'zini daldiga olgan edi. Ammo u Masterning beshini o'tkazgan ishni xo'jayiniga so'zlab berayotganligini angladi. Buningdan keyin sizning bu shunaq ishlarga yo'liqmasligingizni umid qilaman, dedi Fogg apandim sovuqqonlik bilan. Ondan vagonga chiqib ketdi. Xizmatkor amalsizlikdan yalong oyoq beti Fogg apandimga agishib poyezdga chiqdi. Bir eg'izmi gap qilmadi. Feks vagonga chiqibla kallasiga bir ish keldi-da, tuyuqsiz bayqi plandan voz kechib, bu yerda qilishni qaror qildi. Yo'q, qilishim kerak. Hindiston chegarasi ichida jinoyat o'tkazsa, men odam tuta olmayman, deb o'yladi u ichida. Bu chaqda uzun so'zilgan go'dik ovozi yangrab, poyezd asta-asta qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Poyezd xeli ko'p yo'lovchini elib, o'z vaqtida Bombaydan yo'lga chiqdi. Yo'lovchilarning orasida ofitserlar, mulkiy amaldor ham apyun va indigo ko'ki elib, yarim orolning sharqiy qismiga berib savdo qilgan savdogarlar bor edi. Fogg apandi bilan Master bir paraxot bo'lmasiga joylashib oldi. Bölümdə yeni bir yo'lovchi bor bo'lib, u Fogg apandimning paraxotdagi qarta hamroyi. Angliya Montizm armiyasining brigada boshlig'i Ferlansiz Kolimat apandim edi. U Benaresning yaqin atrofida turishlik qismiga qaytmoqchi edi. Ferlansiz apandim egiz bo'y, qora chash, 50 yoshlar chamsidagi kishi bo'lib, u Hindistonni noiti pishiq bildigan bo'lib, yosh vaqtidan boshlabla Hindistonda turgan edi. Yurtiga noiti oz qaytadi. Navoda Fogg apandim taklif bersa, Ferlansiz apandim noiti qo'shanlik bilan uningga Hindistonning tarixi va urf-odatlarini so'zlab beradi. Afsus, Fogg apandim bularga faqat qiziqmaydi. Chunki o'z hayot qig'ili kelmagan. Faqat yer sharini bir qitim aylanib chiqmoqchi. Fogg apandim kaskin kishi bo'lib, nazariyaviy kuch qonuniyati bo'yicha orbitini bo'ylab yer sharini bir qitim aylanib chiqmoqchi. Shu daqiqada u Londondan yo'lga chiqqandan boshlab ketgan vaqtni hisoblayotdi. Ferlansiz apandim hamroyining o'zgacha alayli taraflarini his qilmadi. Faqat qarta o'ynayotgan chaqlardala uning sapsilib qaraydi.
Şoňa Ferlansis äpendim Phileas Fogg äpendimniň soğuk haldygy qarap, onuň wujudida sugup durýan yürekniň bar ýoklygydan gangırap galatdy. Bu kişi zadi tabiat manzarasiga, yemek içmek, ayala oturusky munosabatga qiziqamdy yo'q degandek masalalarga u har qancha o'ylabmı javob topolmaydi. Bu general mayor ilgari nurg'un g'alati odamlarni ko'rgan. Ammo hech qaysisi xuddi nozuk texnika bilan qo'yib chiqilgandek bunday shaxs bilan baslashamaydi. Phileas Fogg äpendim o'zining bu qitimqi safarga chiqish muddasini Ferlansisdan qilchilik yo'shirmadi. Hatto qanday shart bilan yo'lga chiqqanligini aytib berdi. Ferlansis uning yer shari safari to'g'risidagi planini olgandan keyin mo'tabar sifat bu g'alati kishining qilchi ahamiyati yo'q ishga vaqtini behuda zoya qilayotganligini his qildi. Bu g'alati kishining qallasida normal kishilarga qaraganda bir tal vent kamlik bilindi. Navoda bu arbob mushundaqli ketaversa o'zigimi ham o'zgagimi bir tiyin foyda yetkazolmaydigandek qiladi. Bombaydan ayrilib bir soatdan keyin poyez ko'tirma temir yo'lni bo'ylab Salsit oralidan o'tib, endi quruqligida ushqanda ketayotmoqda. Poyez Kallinbekdagi kelgandan keyin Kandalloq va Punoq qarab mengib, Hindistonning sharqiy janub tarafiga qarab so'zilgan tarmoq yo'lni o'ng tarafda qoldirib, Udul Pavilbekdagi kelib to'xtadi. Bu yerdan boshlab geralishib ketgan egiz tog' tizimlari ichiga sho'ng'idi. Bu tog'lar palampaysimon tosh va bazaltdan tuzilgan bo'lib, uning asosli cho'qqalarini quyuq qarg'ay o'rab turadi. Phileas Fogg äpendim bilan Ferlansis qoida bir necha eg'iz paranglashib turadi. Bundaq chaqlarda hamisha general avval gap boshlaydi. Ammo suhbat doim uzilib qoladi. Navoda bir necha yil ilgari bo'lgan bo'lsa, bu yerda to'silib qoladingiz. Fogg äpendim, balkim safaringizga cho'ng ta'sir etadi. Nima uchun Ferlansis äpendim? Chunki temir yo'l mushu tog' bag'riga kelib uzilib qoldi. Sizning taxtiravon yoki paytonga o'ltirib, tog'ning qarshi tarafdagi Kandalloq bekitiga berib, poyezga chiqishingizga to'g'ri keladi. Mushundaq avorchilik bo'lgan taqdirdami planimga to'sqinchilik qilolmaydi. Ba'zi bir yuz berish mumkinchiligi bor ishlar allaqachon mening planimga kirgizilgan. Biroq Fogg äpendim, xizmatkoringiz kelishmasga yo'liqib, sizni kechiktirib qo'yg'ili qilli qoldi. Master shu tapda putini adiyalning ichiga tiqib mugdab o'ltiradi. Yanada o'z to'g'riliq bo'layotgan gaplarning hech qaysisini anglamadi. Angliya hukumati bunda qonunsiz qilmishlarni hargiz boshqa yetmaydi. Angliya hukumati buningga nihoyat ahamiyat berdi. Ko'pchilikning Hindistonning urf-odatiga hurmat qilishini talab qildi. Navoda xizmatkoringiz tutilib qolsa, Navoda u tutilib qolsa Ferlansis äpendim. Onunğa jinoyat yuklandi. U buning jazosini tortish kerak. Jazo muddati tugagandan keyin yavaşlık bilan Yevropaga qaytadi. Meningcha bu ish yuz bermasa, uni qandaqmi xo'jayinining safariga qasdan daxl qildi degili bo'lsin. Suhbat mush yerga kelib uzildi. Kechida poyez egiz tog' tizimisidan kesib o'tib, Nasibga yetib keldi. İkinci günü 21 oktyabr Kandish rayonidagi taksi tuzlanlikda yulduzlardek tarqalib ketgan kichik kentlarni oralab mandi. Bu yerda Yevropa uslubidagi soat munarlarini ko'rgil bo'lmaydi. Yevropacha uslubning o'rniga Hindistonning ushliq munarlari qad ko'tarib turadi. Sansizlagan kichik eqin bu munda tuproqning qo'yinda shildirlab eqotadi. Bu eqinlar Godavari daryosiga qo'yiladi. Master o'yg'inib to'rt atrofga alanglab qarab, o'zining poyez bilan Hindistonni to'g'risiga kesib o'tayotganligiga ishonmay qoldi. U o'zini tush ko'rayotgandek, ko'z oldidagi manzaralarni reallik emasdek his qildi. Shunisi bularning hammasi ko'z oldida yuz berayotgan rost ishlar edi. Parovozni angliyalik bir shofir haydigan bo'lib, parqazonda kuyayotgan Angliya ko'miri to'rim-to'rim is chiqarayotdi. Bu istitaklar kevazlik, qahva, porchoq, qizilmuch ham seringul o'sgan etizlarning bo'shlig'ida bulutdek laylab yuradi. Qoida poyezddan chiqqan istitak o'rvagan parcha-purat o'rmonliqlarmi ko'zga tashlanadi. O'rmonliqda ayvon sarayliq o'yla. Endi uslubiga xos bezalgan ko'rkam haybatli qurilishlar onda-sonda ko'zga cheliqadi.
Oldi taraf ko'z yetkusiz uzun so'zilgan tuzlanlik va parcha-parcha issiq balvoq o'rmonligi bo'lib, o'rmonlikdagi zaharlik yilon va yirtqich hayvonlar poyezdning gudik ovozidan urkib qochatdi. Davomliq olg'a qarab manganda relsning o'rmonlikni qop belidan ikkiga bo'lib, olg'a qarab so'zilganligini ko'rgili bo'ladi. Bu yer pillar yashaydigan rayon bo'lib, pillar xuddi bir narsa o'ylayotgandek joyida mitmo qilmay, ushqandek ketayotgan poyezdga qarab qo'yadi. Saat 12:30da poyezd Burhanpurda to'xtadi. Master u yerda ko'p pul xarjlab bir jup soxta marvoyit bilan bezalgan kash setib oldi. U bu kashni putiga sepib kerilib qo'ydi. Yo'lovchilar yaqin atrofdagi oshxonalarda tomoq yedi. Top daryosi bo'yida birdam aylanib, qaytib poyezdga chiqib, So'g'il daryosiga qarab mangdi. Әмді biz Masterning nima o'ylayotganligiga diqqat qilib boqaylik. U Bombayga kelishdan avval Bombay bu qitimli safarning oxirgi nuqtasi deb ishonishga to'liq sababi bor edi. Ammo hozir poyezdga o'tirib, Hindistonning to'g'risiga kesib o'tgandan buyon uning kallasida zo'r burilish bo'ldi. Mijazi ko'zni yumib ochiqchilik bo'lgan orliqda o'zgardi. O'zining yosh vaqtlaridagi xiyollarga qaytgandek tuyg'uga keldi. Şunun bilan xo'jayinining yer sharini oylini safarga qiziqib qoldi, ham bu qitimli qimorning rostligiga ishondi. Yer sharini oylini safarning rostligidan, shundaqla qisqa vaqt ichida oylinib chiqishdan ham muhlatdan ilgari tugatmasi bo'lmaydiganligidan qayta gumon qilmadi. Hatto safar jarayonida biror kelishmaslik yoki biror tuyuqsiz voqea yuz berib qilish sababidan safarga daxli yetib qilish mumkinchiligidan mo ansirib ulgurdi. O'zini bu qitimli qimor bilan zich bog'langandek his qildi. O'zining qilgan ishiga pushaymay yedi. U Fog apandimga o'xshash sovuqqan bo'lmag'achqa bundan keyin texmi ehtiyot qilmasa bo'lmaydiganligini tushundi. Safar qilgan kunlarni hisoblab ko'rdi. Poyezdning hadislar to'xtashdan bizar bo'ldi. Oston mang'anligidan og'rinib koydi. Fog apandimning poyezd shofiriga suyunchi bermaganligidan ichida og'rindi. Bu samimiy yigit paraxotda suyunchi bergan ishni poyezdda qilishga bo'lmaydiganligini bilmaydi. Chunki poyezd suratiga belgilik chek qo'yiladi. Kashqurun poyezd Sotpar tog'larining orashlaridagi tog' yo'liga kirdi. Tog'ning ikki yiqi ayrim Kandish shtati bilan Bondelkat shtatiga tava zamin edi. Ikkinchi kuni 22 oktyabr Ferlansiz Kolimat apandim vaqtni so'rdi. Master yanchiqidan soatini chiqarib qarab qo'ygandan keyin soatning tong sahar 3 bo'lganligini aytdi. Amaliyotda bu qimmatlik soat Greenwich vaqti bo'yicha mengotadi. Greenwich bo'lsa g'arbiy meridian 77 gradusga joylashgan bo'lib, 4 soat osti bo'lishi kerak edi. Ferlansiz Kolimas apandim Masterga soatning xato bo'lib qolganligini aytdi. Ham bu to'g'riliq Fixga o'xshash bir muncha qoida so'zlab ketdi. U Masterga har bir yerga borganda yangi meridian sizig'i bo'yicha soatni to'g'rilab turishni tushuntirishga tirishadi. Yana texi davomli sharqqa qarab manganda quyoshga yuzinib borganligini, kunduzning borgan sari qisqaraydiganligini, meridiandan 1 gradus o'tganda 4 minut qisqa bo'lganligini dedi. Ammo Ferlansiz apandimning o'rinishlari bekor ketdi. Bu joyli yigit generalning gapini tushundimi yo'q? Onisi bizga noma'lum. Ammo u boshdan oxir soatini London vaqti bilan o'xshash qilib mang'uziyadi. Biroq u cho'ng ishlarga daxli yetkazmaydi. Shundaqla hech kimga ziyon qilmaydi. İkinci günü etdigen saat 8'da poyezd oldidagi bekatga 15 mil qolganda o'rmonlikdagi keng bir yerda to'xtab qoldi. Bu yerda ishchilar turadigan bir necha eg'iz kichik uylar bor edi. Bu chaqda poyezd boshlig'i hamma vagonni bo'ylab vaqirashga boshladi. Yo'lovchilar, poyezddan tushinglar. Yo'lovchilar hang-tang bo'lib turib qoldi. Poyezdning nima uchun bu yerda to'xtaydiganligini yo'lovchilar tushunmayotdi. Ferlansiz apandim bilan Fog apandim nimish bo'lganligini bilinmay bir-biriga qarashib qo'ydi. Master hayronlikdan nimish bo'lganligini bilib beqish uchun poyezddan sakrab tushdi, ham uzoq o'tmayla qaytib keldi. Apandim, temir yo'l mushada oxirlashibdi. Nima dedingiz? deb so'rdi Ferlansiz Kolimat apandim. Men poyezd davomliq ma'maydigan demoqchi. General darhol poyezddan sakrab tushdi.
Feliya Fok apandimmo keyindilla pastga tushdi ham poyezd boshlig'ining oldiga berib so'radi. Biz hozir qayerga keldik? Kolbey bozoriga keldik. Poyezd nemishqa bu yerda to'xtaydi? Albatta mush yerda to'xtaydi. Chunki temir yo'l yoslab bo'lmadi. Nima? Temir yo'l tegib bitmadi? Shundoq. Bu yerdan keyingi bekatgacha bo'lgan 50 mil yo'lni davomli yasashga to'g'ri keldi. Shundoq bo'lganda yana bir tarafdagi temir yo'l bilan ulindi. Ammo gizlar butunlay tutashtirildi deyilgan to'g'ri. Uningga nima amal komandir? Gizlar xatolashibdi. Biroq sizlarning beltinglar Bombaydan Kalkuttagacha bo'lgan musofining-ku, dedi Ferlansiz Kolimat apandim yana. U sal chechilishga boshlagan edi. Shundoq. Biroq yo'lovchilarning hammasi Kolbidan Kalkuttagacha bo'lgan yo'lga o'zlari amal qilish kerakligini bildi. Dedi poyezd boshlig'i. Ferlansiz Kolimat apandimning arvoyi 40 ga uçdi. Masteri qo'ldan ish kelmaydigan bu poyezd boshlig'ini qattiq bir adablab qo'ymoqchi bo'ldi. U shu topda xo'jayiniga tikilib qarayolmay o'tadi. Navoda qo'shilsangiz, biz boshqacha amal qilib Kalkuttaga boraylik. Fog apandim, bu sayohat planingizga nihoyat foydasiz bo'ldi-da. Undaq bo'lmaydi. Bularning hammasini men oldin o'ylashgan. Nima? Siz bu yo'lning qandoqligini burunlar bilamsiz? Yo'q, hozirroqmi xabarim yo'q edi. Biroq men yo'l bo'yi mushunday kelishmasliklarning hamma yuz berganligini bilaman. Ammo bular planimga ta'sir yetkazmaydi. Mening yana 2 kun ortiq vaqtim bor. 25-oktyabr bir paraxod Kalkuttadan Shanganga qarab yo'lga chiqadi. Bugun 22-oktyabr. Biz dal vaqtida Kalkuttaga yetib bora olamiz. Onun gap so'zlari nihoyat tamkin bo'lib, o'ziga bo'lgan ishonchi to'lib toshgan edi. Temir yo'l haqiqatan mush yerga kelib to'xtaydi. Gezlar bayni ishtik mengib ketadigan soatga o'xshash temir yo'llar tutashtirildi deb baldir xabar berib o'tgan edi. Nurg'un yo'lovchi temir yo'lning mush yergacha kelganligidan xabardor ekan. Ular aldirash tinash poyezddan tushib, bozordagi to'chaqliq arva, Hindiston o'rkashlik kalarvisi, mapa, kichik nasllik ot qatorliq turli qatnash qurollarini talishib, kira qilishga boshladi. Shunda qilib, Fog apandim bilan Ferlansiz Kolimat apandim butun bozorni aylanibmi, hech qanday qatnash quroli topolmay quruq qo'l qoldi. Men mengib borman. Bu chaqda master xo'jayinining yeniga keldi. U putidagi sipda tikilgan, ammo ancha puxta bo'lmagan kashga qarab qo'ydi. Master ba'zi bir ahvollarni bayqagandek qiladi. Shunisi sal tingirqab qolgan edi. Apandim, men bir qatnash quroli topdim. Qanday qatnash quroli? Pil. Bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan yerda bir Hindistonlik turdi ekan. Uning bir pili bor ekan. Bo'ladigan char ekan, dedi Fog apandim xo'shallik bilan qo'shilib. Ular 5 minutdan keyin u Hindistonlik turayotgan kabiga yetib keldi. Uyning yanida bir egiz qasha bor edi. Pil qashaning ichiga so'laliq edi. Hindistonlik kabi ichida turadi. U Fog apandimlarning talabi bo'yicha ularni qasha ichiga boshlab kirdi. Qasha ichida ko'ndirilib bo'lishga ozliq qolgan bir cho'ng pul turadi. Uy egisining bu pulni ko'ndirishga maqsadi uy hayvoni qatorida ishiltish bo'lmasdan, balki do'ylig'i selish uchun ekan. Shunga u pulning ilgirki muloyim, yavash mijozni qo'pol, yovuz qilib o'zgartirishga urinibdi. Bu orqali pulni bara-bara hindi tilda maki deyiladigan bir yirtqich hayvonda ko'ndirmoqchi bo'libdi. U 3 oydan buyon pulni oq shakar va seriq moy bilan beqib kelibdi. Bu xil usulda pul beqish u o'ylagandek unum paydo qilishi notoyin. Ammo pul ko'ndirgichilar mush xil usul bilan muvaffaqiyat qozongan. Bu ish Fog apandimga yog'dakli yoqdi. Chunki pil amdala uyutilgan bo'g'ashqa makidek yovuz emas edi. Bu pilning ismi Kioni bo'lib, boshqa pillarga o'xshashla uzoq yo'lga chidamli edi. Yo'l yurganda uchqandek yuguraydi. Boshqa qatnash vositalari bo'lmag'achqa Fog apandim bu pilni ishiltish qaroriga keldi. Biroq pil Hindistonda nihoyat qimmat bo'lib, endi pilning soni bag'ansiri ozlab ketayotdi. Bo'libmi serik umkiga kerakli pilla texmi kamchil edi. Bu hayvon ko'ndirilgandan keyin nihoyat oz ko'payadi. Uni tutishga to'g'ri kelsa, o'lashga to'g'ri keladi. Shunga u nihoyat qadrlanadigan qimmatli hayvon bo'lib qolgan edi. Shu sababdan Fog apandim uningdan pulni ijaraga berish bermasligini so'raganda, eliqi Hindistonlik bir eg'iz gap bilan rad qildi. Fog apandim pulni ijaraga elishda ching turdi. Har soati uchun nihoyat yuqori baho qo'ydi. 10 funt sterling. Uy egisi qo'shilmadi. 20 funt sterling.
yanılı natija bo'lmadi. 40 fond sterling bahomı onu ta'sirlantirmadi. Har qaytim yangi baho qo'yilganda Master qo'rqindan cho'chib ketdi. Biroq Hindistonlik metni qilib qo'ymadi. Bu baholarni xeli yuqori deyishga bo'ladi. Navoda pulni 15 soat ishlatib Kalkuttaga berish to'g'ri kelsa, u uy egasiga 600 fond sterling, ya'ni 15,000 franik pul tepib beradi. Felia Fogapandim bir ozmi o'diqmadi. U uy egasidan pulni sotib olmoqchi bo'ldi. Ham biroqla 1000 fond sterling baho qo'ydi. Hindistonlik yenili qo'shilmadi. Balkim bu jazoni xor teximni ko'proq pul undirib olishni o'ylash kerak. Ferlansiz Kolimat apandim Foga apandimni bir chetga tortib, uni yaxshiroq o'ylangandan keyin baho qo'yishni eskartdi. Felia Foga apandim hamroyiga o'zining azaldan bir ish qilmoqchi bo'lsa, atrofli o'ylanmay qolmaydiganligini. Bu oxirgi hisobda 20,000 fond sterling pulga berib taqilganligini, o'zining bu pulga ehtiyojli ekanligini, soatlik kira haqqi 20 hassa yuqori bo'lsa-mu, shunda qilganligini aytdi. Foga apandim qaytib berib Hindistonlikning yeniga keldi. Hindistonlikning cheqir ko'zlaridan yana baho qo'yishni saqlayotganligi chiqib turadi. Felia Foga apandim keyin-keyindan 1200, 1500, 1800, oxirida 2000 fond sterling baho qo'ydi. Hindistonlik 2000 fond sterling bahoni anglab yenik bir tindi. Men putimga kashim bilan qasam qilamanki, pul go'shtida qimmat go'sht yo'q ekan, deb g'o'dirdi Master. So'da bitgandan keyin amdiki masala bir yo'l boshlig'ichi tepish bo'ldi. Bu noyta oson ish. Qarmoqqa noyta zerak ko'ringan bir parisliq yo'l boshlamoqchi bo'ldi. Foga apandim uni yo'l boshlig'ichi qilishga qo'shildi, ham safar o'ngishli bo'lsa, ish haqidan sirt suyunchi berdiganligini aytdi. Pul yetilab kelinib yo'lga chiqishning barliq tayyorliklari bitdi. Parislikning pul yetilash ham yo'l boshlashga xili epi bor ekan. O pulning ustiga yepinchi yepib, ikki tarafiga qo'pol lingirchoq osdi. Felia Foga apandim yiliqi qimmatlik safar xaltasidan naqd pul chiqarib Hindistonlikqa berdi. Master pulni ko'rib, o'zining ish bag'rini sug'urib berayotgandek bo'lib ketdi. Orqadan Foga apandim Ferlansiz Kolimat apandimni Kalkuttagacha elib olganligini bildirdi. Ferlansiz apandim bu taklifga qo'shildi. Biror odamning ortiq bo'lib qilishi bahayvat yo'g'on pulga nisbatan hech gap emas edi. Ular Kolbi bozordan ozroq yemeklik setib oldi. Ferlansiz Kolimat apandim pulning bir tarafidagi lingirchoqda o'ltirdi. Felia Foga apandim yana bir tarafida o'ltirdi. Master yepinchining ustiga joylashdi. Parislik pulning bo'ynidan o'rin oldi. Soat 9da pul bozordan ayrilib, yaqin yo'l bilan o'rmonlik ichiga qarab ravon bo'ldi. Hürmetli radio anlıqçı dostlar. Fransiya yazgıcısı Jules Verne'nin Yer şarını 80 günde aylanish nomli qasri mush yerda oxirlashdi.